Barchaga assalomu alaykum aziz do'stlar. Bu Sherozbek Play kanali va sizlar bilan bugun biz Roblox o'ynaymiz. Ha do'stlar, o'sha Roblox o'yini yetib keldi. Men bugun aynan Roblox o'ynayman. Ha do'stlar, aynan sizlar uchun men mega super parkur tayyorlab qo'ydim va men undan bugun o'taman. Ketdik. Do'stlar, sizlardan talab qilinadigan narsalar ham bor, yo'q emas. Hoziroq videoga like bosing, kanalimga obuna bo'ling, izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring. Keyingi videolarida qaysi o'yinni o'ynay? To'g'risini aytsam, sizlar aytsam ishonmaysiz. Men Dream Liga Soccer o'yinida o'zim uchun karyera qurmoqchiman. Balkim bu video sizga qiziq bo'lsa, albatta chiqaraman. Yoki yana Minecraft o'ynayman. Albatta Minecraftsiz bu hafta o'tmaydi, lekin do'stlar, xuddi shunday. Xo'p. O'tib olamiz. Konuschalardan ham o'tdik. Do'stlar, meni iloji boricha qo'llab-quvvatlanglar. Xudo xolasa tez orada 400 ta bo'lsa, keyingi maqsadim bo'lmish 500 taga ham o'tib olish oson bo'ladi. Ha do'stlar, parkurni qiyinlik darajasini unchalik zo'r deya olmayman, lekin bo'ladi. Do'stlar, keyingi Roblox o'yini xohlasangiz 99 nachey в лесу bo'ladi. Xohlasangiz yana bundan ancha qiyinroq parkurlarni tayyorlab qo'yaman. Agarda xohlasangiz albatta. Bo'lmasa umuman boshqa o'yinni taklif qilinglar. Men sizlarga ko'rsatishga tayyorman do'stlar. Xo'p, o'tib olamiz hamda keyingi bosqichga yo'l olamiz. Texnologiya. Sakramasam ham bo'lar ekan-ku. Tushib ketsa bo'ladimi bu yoqda? Shu yoqdan paydo bo'lar ekan. Mayli. Hozircha hech qanaqa qiyinchiliklar bo'lmayapti men uchun. To'g'risini aytsam, qo'shig'i o'yiniga mos emas ekan. Robloxda eng ko'p o'ynaydiganim bu hobby bo'lib, escape'lar o'ynayman har xil. Lekin parkur miyamga qayerdan keldi? ChatGPTga yozdim, to'g'risini aytaman. ChatGPTga yozdim va u menga aynan parkur o't deb maslahat berdi. Va men parkur o'tishga qaror qildim. Mana endi qiyin bosqichlar boshlanyapti. O'tib oldik. Bu yerdan sakramasdan ham o'tsa bo'ladi. Bu yerdan ham o'tib bo'lar ekan. Do'stlar, sakramasdan ham o'tsa bo'lar ekan u joylardan. Yo'q, bu yoqdan endi sakrash kerak, albatta, bo'lmasam bo'lmaydi. Keyin yana bir yangilik qilmoqchiman. Agarda mana shu video 20 tadan oshiq like yig'adigan bo'lsa, men sizlarga yuzimni ko'rsataman. Aslida kimligimni. To'g'ri, lekin men robot emasman, haqiqiy odamman do'stlar. Bo'lmasam robot ham bunchalik tutilib bo'lsa ham gapira olmas edi. Mantiqqa o'ylab ko'rish kerak. Hop, o'tib oldik.
Men hozir o'rtalarga kelib qoldim parkurning va oxirigacha o'tishga harakat qilaman albatta. Qanaqa voy ko'zlarimni oldi. Yuguramiz. Agarda mana shu parkurdan o'tishga ulgursam, bu katta muvaffaqiyat bo'lar edi. Ay, ozgina qoldi. Do'stlar, agarda sal qoldi. Agarda siz meni yuzimni ko'rishni xohlasangiz, videoga hoziroq like bosing-da, kanalimga obuna bo'ling. Va videoning oxirida yana bir qiziqarli narsani aytaman. Esingizdan chiqmasin do'stlar. O'tamiz. O'tdik. Sarig'ini tanladim yo'lda. Qizildan o'tgim kelmadi. Qizil lazer ham bo'lishi mumkin endi. Hozircha parkur unchalik qiyinchiliklar tug'dirmadi. Hop, o'tamiz. Nega sakrayapman? Endi mana bu konuschilardan o'tib olamizda. Bo'lmaskan, doim teginga bermaskan bu Roblox. Mayli, nima ham derdik. Do'stlarim, o'sha kuni sizlarga ko'rsatgan Minecraft hardcore dunyoyim hali ham turibdi. Men uni rivojlantirishda davom etayotganim yo'q. Chunki sizlarga ko'rsatmoqchiman-da uning davomini ham. Agarda keyingi videoyim ham Minecraft hardcore yo'nalishida bo'lishini istasangiz, izohlarda yozib qoldiring. Men agarda Minecraft video oladigan bo'lsam, keyingi safar juda ham ko'p bloklar to'playman-da. Eng maksimaliga chiqishga harakat qilaman va o'sha yerdan water drop qilaman. Albatta, xohlamasangiz nima qilaman men? Xo'p, o'tib oldik. Voyagidek yo'l xuddi boshiga qaytib kelayotgandek bo'lyapman. To'g'risi. Lekin ko'zimni olyapti mana shular bor. O'tdik. Robloxdan tashqari yana qiziqarli o'yinlar ham bor. Uni ham o'z qoldirsangiz bo'ladi albatta. O'ynab ko'raman. Va plus ko'paytiramiz, chiqadi. Ko'rsatkich. O'tamiz va bo'ldi. Qiyinchiliklar yo'q do'stlar, nimagadir bilmayapman. Eng yaxshi parkur deb o'ylasam, bu oddiygina parkurchi ekan-ku. Buni qarang. Sakrab ichkiga o'xshab o'tyapman. Keyingi safar video oladigan bo'lsam, sal qiyinroq parkur tanlayman do'stlar. Va The King of the October Mania Games etap 80. 80 bosqichdan o'tibman. Do'stlarim, siz agar bu videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, izohlarda olov belgisini qoldirib keting. Olov stikerchasini. Men xursand bo'laman. Kim videoning oxirigacha ko'rayotganini shunda bilib olaman. Do'stlar, 5 daqiqamiz qolyapti parkurni o'tish uchun va men harakat qilaman iloji boricha tezroq o'tishga. Xo'p. Ozgina qoldi, xudo xolasa do'stlar.
va kimki men o'zim yuzimni ko'rsatib video olishni xohlasa, albatta videoga like bosishsin. 20 tadan oshiq like yig'adigan bo'lsa, aynan mana shu video men o'z yuzimni ko'rsataman do'stlar. Hech qanday muammolarsiz. Mana 20 bitta bo'ldimi? Bo'ldi. Meni asl yuzimni ko'rasizlar, kimligimni ko'rasizlar. Xo'p. Endi yana bir narsani ta'kidlash joizki, men bu o'yinlarni bittasini ham kompyuterda o'ynamayman. Bularning barchasini hozir men mobil telefonda o'ynab sizlarga namoyish etmoqdaman. Albatta sizlarga yoqadi degan umiddaman. Endi biz faqat umid qilamiz. To'g'risi hamda barchaga ham videolarim yoqmasligi mumkin. Aytinglar, nimani men to'g'rilay? Qaysi jihatlarim sizlarga ma'qul emas? Men umuman negativdan ko'kdan o'tish kerak. Negativdan umuman xafa bo'lmayman, mayli, yozaveringlar. Lekin endi so'kib tashlamaylar-da faqat. O'tib oldik bu yoqdan. Qanaqadir do re mi fa sol la si do bo'ldi bu yoq. Yana bitta qanaqadir taqdirlashdi meni. Va o'tamiz sekin. Menimcha do'stlar ulgurmayman, 2 daqiqamiz qolyapti. Kimdir tushib ketdi, ko'rdinglarmi? Va ozgina qolgandi, lekin balkim ulgurarmiz. Harakat qilish zarur. Oxirigacha harakat qilamiz. Do'stlar, men yaqinda joyib yangilik qilib, sun'iy intellekt bilan ishlangan videolar ham chiqarish niyatidaman. Agar do'stlarga ma'qul bo'ladigan bo'lsa va men bundan tashqari o'zim faktlar berib, shortslar va shunga o'xshash yana bir qator videolar chiqarmoqchiman. Bu g'oyaga nima deysiz? Bu balkim sizga yoqar. Do'stlar, 1,5 daqiqamiz qoldi va biz aniq ulgurmaymiz. Aniq tiniq. Lekin harakatda barakat. G'oliblar tiqilib yotibdi. Qaniydi uchib o'ta olsam u yoqqa. Lekin afsus. Mayli do'stlar, kimki videoni mana shu joygacha ko'rgan bo'lsa, izohlarda Sherozbek zo'r deb yozib qoldirsin va men juda o'ta xursand bo'lar edim. Ulgurmadim o. Mayli do'stlar, ulgurishga harakat qildim. Lekin afsuski ulgurmadim. Do'stlar, doimo sog' salomat bo'ling. Men barchangizni yaxshi ko'raman. Video shu joyda o'z nihoyasiga yetyapti. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Xayr.